aktivniy ximiya nano shampun voz qilinsa bundan ham zo'r bo'ladi. Bo'ldi, yana bunaqa funksiyalari juda ham ko'p. Endi sizlarni ham kuttirib qo'yib, ko'p vaqtlaringizni olmaymiz. Shunga o'xshash funksiyalari bor. Bu funksiyalarning hammasi ishlaydi. Keyin kovrikka keladigan bo'lsa agar, bu kovriklarimiz ham bor. Klientni yuvish uchun, klientimizning komfortligi uchun juda ham zo'r narsa. Klient yuvgan paytiga ham agar ko'pik bo'ladigan bo'lsa, suv bo'ladigan bo'lsa yoki erta qish yaqin, qish kelganda loy bo'lsa ham oyog'i rasvo bo'lmaydi. Chiroyli oyoq kiyim bilan kirgan paytiga akkuratligina, chiroyligina yuvib chiqib ketsa bo'ladi. Pistoletlarimiz badaniki ham, penaniki ham original izvash pistolet. Rukamoynigimizga keladigan bo'lsak, rukamoynik bu ham klientimizning lattalarini, suvlarini yuvishlari uchun lattani yuvgandan keyin ham bemalol latta qisadiganlari bor. Latta qisadiganlarga kelib lattalarini qisib, shunaqa nimalar qilsalar bo'ladi. Bu klient komforti uchun kovrak держательlar. Bu kalchan. Bunda pistolet qo'yiladi, bunda shotka держатель, bunda shotka turadi. Endi sizlar bilan bir texnik komta motor turadigan xonamizga qanaqa shit turibdi, qanaqa motor turibdi, santexnikasi qanaqa bo'lgan, shularni ko'rsatib, chiroyli qilib videoobzor qilib beramiz. Motorxonamizga Troitskiy motor, italyanskiy pompa turibdi. Xohlasangizlar italyanskiy motor, italyanskiy pompa ham qilib beramiz. Bunda inverter bo'ladi. Bu inverter suvni, tokni bizga ekonom qilib berish uchun ishlaydi. Bunda ham 7 xil funksiya, 7 xil davleniyaga bo'ladi. Hamma funksiyani davleniyasi har xil bo'ladi, 7 xil skoroskga bo'ladi. Xohlasak endi funksiyaga qarab, funksiya nechta bo'lishidan qat'iy nazar shu skoroskga ishlab beradi. Vadaga, turbo vadaga, penaga, shunga o'xshash funksiyalarga baland, yuqori, past bosimga ishlaydi. Bu bez regulator yig'ilgan, bu timer. Bu timer nima uchun kerak bo'ladi, qanday kerak bo'ladi degan klientlarimizdan ko'p savol kelib tushadi. Bu timer dozatron bor, ulka. Dozatronni ximiyalarni tortadigan paytga ekonom qilib berish uchun ishlaydi. Bu narsa обязательно doim bo'lish kerak. Agar bu bo'lmaydigan bo'lsa, ulka dozatorimiz primoy ishlaydi. Bu bo'lsa agar qanaqa qilib tushuntirsam sizga endi. Dozatron ishlagan paytga primoy ishlamaydi. Ozgina so'radi, bir 2-3 sekund to'xtab turib yana so'radi. Bu endi bitta mashinaga, ikkita mashinaga bilinmasligi mumkin, lekin juda ham ko'p mashina kirgan payt anchagina shampunni ekonom qilib beradi. Suvni, tokni ekonom qilib berish uchun mana inverter bor. Bu ikkalasi обязательно bo'lishi shart. Endi regulatorlik variantini ko'rsataman. Ana bu regulatorlik varianti. Bunda ham inverter bor, funksiyalar, hamma funksiyani o'zini regulatori bor. Bunda har bitta funksiyani davleniyasini xohlaganingizga ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Bu shitimizda ham, bu tip avtomatikada ham inverter bor, pskotil ham bor, keyin bunda timer ham bor. Bu timer bu ham ximiyalar uchun ekonom qilib berishiga ishlaydi. Shunaqa. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib video obzor qilib berdim. Santexnikaga keladigan bo'lsa agar klientimiz bochkani olib bersalar, bochkani olib berganlaridan keyin texnik komta shunaqa holatda bo'ladi. Bochkani tushirganlar, bochkani kirgizib berganlaridan keyin suvni keltirib bersalar, santexnika montajini olib beradilar. Santexnika montajini o'zimiz qilib olamiz. Bu ham xizmatimiz ichida. 12 ta viloyatga ham apparatlarni o'rnatib, chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Hamma xizmatlarimiz etib berishi, bunga o'xshash santexnika xizmatlarini qilish hammasi ichida. Faqatgina bochka bilan mahsulotini olib bersalar bo'ldi.